birinchi 3 ta oliy o'rin uchun suratlarni tanlaymiz. Sinf o'quvchisi. 4-sinf ham yaxshi. Biz 4 borib o'sha suv baribir ichiladi. yana birinchi sinf o'quvchisidan. Milliy bor. Suv ishlatishimiz mumkin, ish yuvishda, ovqat sovutishda, ovqat yuvishda. Yoki uni aylantirsak, biz bu suvni o'z qo'limizda asrab qolishimiz mumkin degan ma'no kelib chiqadi. Ideyasi ideologik nuqtai nazardan bir chiroyli qilingan. Bu yoq tomonida o'sha suv qisman ko'rsatilgan, saqlanib qolingan, lekin uje tabiatga shunchalik zarar yetkazilmayapti. Bu yoq tomonda endi orolni hozirgi holati ko'rsatilgan. Suv zaxirasining yo'qligi. Orada nima ketyapti? Bu yerda ifloslantirish, har xil chiqindilarning tashlanishi, korxona tashkilotlari ishlab chiqarishlar mana bu yerda tashlayapti-yu, lekin o'shani qoldig'ida biz baribir o'sha suvni ichamiz. Shuning uchun suvni asrash kerak degan ma'noda. Mana shu bolani g'oyasi shundan iboratki, bizning kunlik iste'molimiz avtomobil yuvish bo'lsin, hovuz to'ldirish, sug'orish, xohlagan vaqtda maishiy iste'moli davridagi isrofgarchiliklarda o'sha yosh go'dakni aziyat chekayotgani ko'rsatilyapti. Ya'niki kimdir isrof bilan shug'ullanyapti, u qiz o'sha narsadan aziyat chekyapti. Men shunday tushundim. Yaxshi nomzod demoqchi. Yaxshi nomzod deb o'ylayman. Javohir Muhammadqulov, Sirdaryo viloyati Guliston shahri 15-maktab 4-B sinf o'quvchisi, tabriklaymiz. Bu suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan ta'sis etilgan mana shu planshetni olib ketadilar. Biz aloqaga chiqamiz, marhamat ko'rsatishingiz mumkin. Bu birinchi oliy o'rnimiz. Ikkinchisi Sevara Yakubova, Toshkent shahri Yashnobod tumani 244-maktab 4-sinf o'quvchisi ekanlar. Tabriklaymiz. Bu kishi ham planshet sovg'asini qo'lga kiritdilar. Ijodlariga omad, o'qishlariga omad tilaymiz. Va uchinchisi ko'p munozaralarga sabab bo'lgan Toshkent viloyati Qibray tumani 26-umumta'lim maktabining 3-B sinf o'quvchisi Rahmatullayeva Sevinch. Tabriklaymiz Sevinch qizimizni ham. Demak, marhamat, endi 20 ta rag'batlantiruvchi o'rinlarni tanlash imkoniyati. Sinf o'quvchisi. Xususiy maktab internatida. Ajoyib surat. Yashnobodskiy rayon 4 klass 149 shkola. Iroda Boymatova, Toshkent shahri Yashnobod tumani 244-maktab 2-sinf o'quvchisi. Juda ajoyib g'oya. Shahri Olmazor tumani, maktab ko'rsatilmagan, sinfi ham ko'rsatilmagan, bizga aloqaga chiqsinlar. Aysenem Erkebayeva, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri 4-sinf o'quvchisi. Mana 20 ta rag'batlantiruvchi o'rinlarni ham belgilab oldik. Hurmatli ekspertlar, sizlarga rahmat. Ushbu nomzodlar, ushbu tanlangan mualliflarimizni biz ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali, jurnallarimiz, Tomchivoy Kapelka jurnalimiz, Akva jurnalimiz orqali suratlarini yana bir bor e'lon qilamiz, nomlarini e'lon qilamiz va 20 ta rag'batlantiruvchi o'rinni egallagan o'quvchilarimizni o'sha o'qiyotgan maktablariga, manzillariga borib, boshqaruv raisining maxsus sovg'alarini hududiy suv ta'minot korxonalari rahbarlari va mas'ullari topshirishadi. 3 ta oliy o'rinni egallagan vakillarimiz esa bevosita suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati asosiy binosiga taklif etilib, boshqaruv raisidan ushbu sovg'alarimizni qabul qilishadi. Hammaga rahmat.